Buyraklar inson tanasidagi eng kam baholangan a'zolardan ikkitasi. Kichkina loviya simon filtrlar belning pastki qismida chuqur joylashgan bo'lsa-da, ular har bir hujayrani tirik saqlaydigan nozik kimyoviy muvozanatni ta'minlashga mas'uldir. Har daqiqada bu sokin a'zolar qariyb 1 litr qonni filtrlaydi. Toksinlar, chiqindilar va ortiqcha suyuqlikni hech bir mashina tenglasha olmaydigan aniqlik bilan chiqarib tashlaydi. Har bir buyrak ichida nefronlar deb ataladigan deyarli 1 million mikroskopik filtrlar mavjud. Ularning har biri tanaga nima kerakligini va nima chiqarib yuborilishi lozimligini ajratadi. Suvni qayta ishlaydi, minerallarni muvozanatlashtiradi va zararli moddalarni qon oqimidan chiqarib yuboradi. Buyraklar stressga javob beradi. Qo'rquv paytida suvni ushlab turadi. Tinch holatda suyuqlikni chiqaradi. Ular gidratsiya yoki ovqatlanishdagi o'zgarishlarga bir zumda moslashadi va ichki muhitni hayratlanarli aniqlik bilan himoya qiladi. Buyraklarimiz tinimsiz filtrlayotganini inobatga olsak, siz kuniga necha litr suv ichishni ideal me'yor deb bilasiz? Fikringizni izohlarda yozing. Fikrlash kuchi bilan dunyoni o'zgartiramiz. Aqlni charxlaydigan kontentni